Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun 3-yanvar juma. Sovuq kuchli -4 Sankt-Peterburg. Ish faoliyatimizni boshladik. Ishlanmagan. Hali mana endi soat 8:00 da liniyani qo'ydik. Internet salsladi ekan. Wi-Fi ga o'tamiz. Xullas, shunaqa gaplar. Ishda davom etamiz. Qani ko'ramiz bugun necha pul ishlab berar ekan. Harakat qilamiz. Hammaga omad. Birinchi zakazcha keldi. Pochincha 835 komfortdan degan. Bermadi zakaz ancha bos yordamga beraylik deb. Xullas, ikkinchi zakazni olib keldik. Bu производствоlarga belgilangan zakaz bo'lmaydi qaytishga. Sovuq. Şu ikinci zakaz, короче, Comfort Plus bonusu bilan 800 so'm belgilanda, komissiyasi 700 so'm qoladi. Devam etaveramiz. Yigitlar. Soatni qaranglar. 9:06. Bir qadamlik zakaz bilan keldik. Zonaga kirishga harakat qilamiz. Ertalab chaspik unaqangi vaqim emas. Biladi, xudoga shukr. Boriga baraka. Sankt-Peterburg sentrlari, Admiraltiyskiy rayonida. Baskalom. Dальше davom etamiz. Zonaga kirib zakaz olamiz. O'zi bir o'lcha ekan zonasi ham. Bir uch qayni shuni ham olaylik хотя бы. Ko'rma. Xullas, keyingi zakaz qildik. Chaspigam taksiga. Keling, g'alat, keling. Mana, burada qo'yaylik. Mevazit. Да. Отправить. Kelyapmiz. Uni ochaman. Фатишизм, пожалуйста, я болею, меня укачивает. Boshqa. Men aytdim, скорый помощь chaqirish kerak dedim. Taksi emas dedim. Astaroq haydaymiz, uni qilmaymiz, buni qilmaymiz. Dedim, siz dedim, реально dedim, reanimatsiya chaqirish kerak dedim. Chem taksidan qilmaymiz, buni aytaman. Общий поток qanday yursa shuni dedim. Asta ketmayman, kuyga o'xshab dedim. Yo'qmadik, bir-birimizga birda bosdik. Xullas kalom, mana chaspigimiz shu bo'ldi. Kristolskiy ostrov. Moyka pullar. Bo'richa ishlayapmiz. Hozirdan ko'ra borib bitta mashinani suvurmasak, hamma joylar bo'lib ketgan. Hamma joy. Abet qilib chiqdik. Mashina bir yuvdirib. Talabki chaspigimiz bo'lgan puli mana shu. Vasiliy Ostrovskiy rayonida biza. Zakaz kutyapmiz aeroportda O'zbek. Aeroport tomonlariga berar degan umidda biza. Xullas kalom, shundoq gap. 2:25 ekan. Aeroport keldik. Kranzon aeroporti. Durumni kirsak bo'lar, ha? Menimcha. Internet slabo. Internet slabo, do'stlar. Qani parkovkaga kiraylik, qani. Xullas, aeroportga keldik.
Ko'chacha oldik. Endi bu yoqqa chiqamiz. Ochiqqan nima deydi? Ochilyapti. Bitta minut deyapti. Ketdi. Moykasi. Bilmaydi, juda qimmat. 5 so'm uchun suv ketadi, bir suv bo'lishga. Mashina kam lekin haqiqatdan. Tak. Biz Universitetdan chiqib ketdi, aeroportdan Zvyozdnoy metroga zakaz berdik, getirib tashladik. Soatimiz 1:30 degan bo'lsa, hozir где-то yarim soatla uzilamiz. Shu atroflardan bir joy bor, moy almashtirib chiqaylik mashina motorni moyini. Keyin dalchi davom etamiz 2 dan. Hozir bu o'yinni 8 dan 2 gacha bo'lganida. Yomon emas, Xudoga shukr. Ketdik, davom etamiz do'stlar. Xo'sh, soat mana 3:08. Dalchi ishda davom etamiz. Hozircha ishlangani yo'q. Uyga chiqdik. Moylarni almashtirib, bu yo'g'a dalchi ishlayveramiz. Xo'sh, do'stlar, bizda keyingi zakazni qilib bir qadamgina vaqt ko'p bo'ladi bu. 2 minutga olib kelasan. Davom etamiz. Pulkovskiy Vysot degan joyga olib keldik. Xullas. Mana mashina bu yerda DTP qilibdi-ku. Poyezd yo'qdi. Xullas, uylimanki zapravka qilsak bo'ladi. 2-3 kundan beri zapravka to'g'ri qila olmayapmiz. 36 ta. Дальше. Короче, Krasnoy Seloga keldik. 1400 so'm bilan, 1300 so'm bilan. Endi aeroport provodniy qo'yib ketyapmiz. Xullas kalom. Men buni yoqlab qoldi o'ynalar. Shunchalik sovuq ekan bu. Lekin krasota. Do'stlar, krasota. Требует жертва deydi-ku. Krasota. Ketyapmiz. Bersa berdi, bermasa qaytamiz. Shaharga qaytishni yo'naydigan vaqt. Yo'lmadingizlar. Masa qaytishimiz joyi ko'p ham emas. 20 minutda qaytib boramiz. Endi Krasnoy Selo deyiladi, lekin Pulkvan tepasi. O'sha tomondan qaytdik. Aeroport Pulkovo, если что. Shunday chiroyli manzaralar. Hozircha ketyapmiz. Yerlardan qiyin komfort bilusga zakaz olish. Kichkinagina borib shaharga komfort qilamiz. Chunki shaharda kayfni yonayotgan vaqt boshlanyapti. Vaqtni beri ko'p o'tkazmaylik. Ana endi mana zakaz oldik, ketdik. Xudo xolasa yaxshi planni qilmaguncha kirmaymiz, xullas kalom. Hammaga omad. Ketdik. Qolib ketyapti, bitta ikkita zakazlarni video olish kalla ishlama. Jigitlar. Mana bitta jercha bellar. Bugunning hisobidan Xudo xolasa ikinchi yildan bersa ajoyib bo'lardi, do'stlar. Beradi. Lekin bilmayman, kimga qani Başka kayfsiz beradi. Bitta to'g'ri berdi mana buni, uni olishga imkoniyat yo'q. Boshqa deganda qani ishlayveradi, qani kechgacha durust bo'lib qolar, durust. Xullas, aeroportga keldik. Odam g'ijiyotda.
O zaman birinchi etajga tushirdim, tepaga chiqib yurmaydim. Robka bo'lib ketgan. Aytdim klientga. Maylimi? Gap yo'q dedi. Aeroport. Naskalom. Qani endi aeroportdan birovni olib ko'rishga harakat qilamiz, ha? Do'stlar. Soatimiz 20:58. Yana bitta chercha bo'ldi. O'zi shu kechqurun ishlash kerakmi-da? Kechqurun beryapti ish qilib, burchat qilyapti. Ha, bitdan keyingacha вообще uni jaz zo'r emas edi, lekin kechga tomon вообще dahshat bo'ldi. Xudoga shukr, shu aytadilar-ki, Xudo so'rab bermaydi. Xohlagan vaqt beraveradi, chiroyli manzara. Bay. Davom etamiz, ha. O'rtoqlar. Soat kechagi vaqtdan sal o'tibdi. Yana bitta zakaz qildik. Starish tugatamizmi? Yana bitta zakaz qilaylik, qani do'stlar. Soat to'la. Kap, o'ngdesin. Oxirgi zakazimiz desak ham bo'ladi, manimcha. Anaga o'zingni yutog'ini qilamiz. Xullas, o'g'alam, mana soatimiz 1:30. Mana bir turaylik qani, nima deydi bu? 5752. Tak. Fabrika keladigan bo'lsa 344 ta yo'l, yana bir 20-40 tadan kerak bo'lsa, o'zimizga hisoblasak bo'ladi. Lekin kechga tomon ish yaxshi bo'ladi. Do'stlar, ikkita stajyerlar obedgacha qon qilib kelyapti. Xudoga shukr, belli hammasi yaxshi. Men yomon pul bermadi. Endi asta padalan uramiz. Вообще-то ko'rishguncha do'stlar, keyingi videolarda. Chalkashib ketyapti-ku odam. Laboy ko'rmatingmi? Kamerani qisam, yo laboyga.